Judayam ko'pchilik nimaga Dilshoda bilan video olmay qo'ydingiz deb yozishibdi. Hozir sababini aytib o'taman. Chunki vaqtimiz bo'lmayapti. Dilshoda yangi uyga ko'chdi. Shu sababli syomkalar qilmay turgandi. Vaqtinchalik kam qilyapti. Va diydorimiz bugungi kunga nasib qilgan ekan. Men bugun Dilshoda bilan uchrashdim. Kelishini qaranglar. Rosa bir-birimizni sog'indik. Bugun zo'r vayn oldik. Xudo xolasa ertaga yo indinga Dilshodan profiliga qo'yiladi. Bu yoqda men Nargiz opam bilan ham ko'rishdim. Kelishini qaranglar. Bitta gap aytdi, rosa xursand bo'ldim lekin. Eng zo'r ijodkor ishoninglar. Men bugungi syomkada Nargiz opam kelini Dilshodan ovsini bo'lib o'ynadim. Nargiz opam suyukli erkatoy kelini bo'lib, lekin bolajon tok showsida chiqadigan, nima telekanalda chiqadigan bitta bolacha bor ekan. Shirinligini qaranglar, qanaqa asalcha. Hamma sevdi prям bor, lekin men bilan sevishib qo'ydi. Lyohkigina yuzlarimdan o'pib, keyin o'zimga ham syomka qilib oldim. Doim borganimda vaqtim zoya ketmasin deyman. Hatto o'zimga bitta bo'lsa ham video olib kelay deyman. Keyin Bibisora uyg'ondi, u bilan o'ynadik. Dilshoda ketdim. Men bo'lsa ikkita mobilograf bilan qolib ketdim. Ketolmay qoldik. Nomi Layli mahalla deylar ekan. Layli Ruscha ham ko'p ekan. Mahallam boshiga amallab chiqdik-da, keyin Yandex chaqirib uyga yo'l oldik. Metrodan chiqib sirraz qanaqa qilib yetib borganim esimda yo'q, lekin eng yorqin yulduzga qarab turib uyim sari yo'l oldim. Yurib judayam ko'p yurdim. Chilonzorda kesib bordim. To'g'rirog'i kesib bordim. Bitta telefondan boshimni ko'tarib qarasam, uje mahallamga yetib keldim. Uyga keldimda konditsionerim yoqib ketdi. Muzdekini yotib uxlab oldim.